Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Shuhrat Uz kanaliga avvalambor xush kelibsizlar. Biz eski mashina bozordamiz, zapchast mashina bozoridamiz. Mashinani eshiklarini nikoh qildigan bordim, ustaning ishi yoqmadi. Abdurashid akam topib keldim, akamizdan oldindan tanishmiz. Ukam o'ting, o'zim chiroyli qilib beraman dedi. Keldim. Video davomida sizlarga fonli ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Ukam qanaqa qilib eshik nikohkasini qildi desanglar, hozirga tutun, yuring operator. Okey. Men oldin qilganimda eshik nikohkasi mana yoqqa chiqib qoldi. Uni men qildirmaganman, ukam qildirib kelgan boshqa joyda. Eshigi mana yoqqa chiqib ketib qoldi. Endi keldim, Abdurashid akam gaplashdi, mana eshikning holati. Даже bu yerlarga mana tekkizlarga mana bu qani qo'ying bu yoqqa. Tepada pul, tepada. Mana. Mana eshikni ko'rib olishlar mumkin. Zazolarini endi olib keling operator bu yoqqa. Ko'p ustalar menga izolent to'lab qo'yadi, hali kolxozskiy qilib. Oldingi anaqa eshikning nikohkasini xuddi shunaqa edi, videoni ko'rasizlar, o'zinglar izolent to'lab qo'ygan, jinnicha qilib. Mana endi buni ko'ringlar, yopilishi. Mana. Bitta barmoq bilan sekingina olib kelib bosib o'rasi. Endi bu tomonga pastga nomerlarini yozib qo'yaman, Abdurashid aka. Faqat sizlarning iltimos bir kun oldin telefon qilib qo'yasizlar, o'chirib yozdirish uchun. Bu zazolarini ko'ringlar. Mana endi bunisini ko'rib olinglar. Mana. Mana uni aytadi, ishini ustasi edi. GM'ni menga qarating operator. GM'ni barcha mashinalarini eshigiga nikohga qilishiga akamizga bermamlik qilishlar mumkin. Pastga nomerini yozib qo'yaman sizlarga. Kelib nariyoqqa yuring endi. Agar yaxshi kelish bo'lsa, orqalarini ham sizlarga chiroyli kelishtirib beradi ya. Endi bu yoqni ko'ring. Mana sizlarga. Mana naqadar nikohkasi. Buni eshikda zazolarini ko'rib turibsizlar, tekkizligini. Menda o'sha oldingi qilganda chiqib qo'ygan bunday qilib turib, mana endi bunisini qarang. Mana. Xudo xolasa, mana ko'rib olishlar mumkin. Eshiklarda akamiz xudo xolasa mana nikohkasini boshladi. Mana bu miyasini qarab qo'yiladi. Eshikning miyasida mashina ochib, purjingalar bor ekan, ashlar to'g'riladi. Eng qizig'i bu onayning mag'idi ichida, kobalt ichida. Haligi oldin eslasanglar, yoshligimizda motorchilar bo'lardi, 15 ming, 20 mingda bozorda sotiladigan. Aynaqa motorchi bor ekan buni ichida. Endi ko'rdim, umrim bino bo'lib mana 32 ga kirgan bo'lsam, endi ko'rdim shunaqa narsasini ochib, ichiga yog'larini qo'yib, purjingalarini ham tortib hammasini chiroyli qilib qo'ydi. Mana bu tomonlarini endi akamiz to'g'riladi. Xudo xolasa, pastga nomerlarini yozib qo'yaman, akamizga bemalol murojaat qilaverasizlar. 24 soat behijolat telefon olasa, faqat oldindan yana aytib qo'ying, o'chirtga yozdirib qo'yasizlar. Mana xudo xolasa o'sha qo'yish jarayonlari. Haqiqatan ham bitta eshikka 1 soat vaqt ketar ekan. Mana bitta eshikka 1 soat vaqt ketar ekan. O'sha mana. Oldinda joyga ukam olib borib qildirib kelgan. Nikohga qildirib qo'ygansam, o endi nima deysen, ukam mashinaga tushunmaydimcha izolentani o'rab, ukam mashinasi tiniq ekan, bo'ldi, haydab ketavering degan, ukam soddalik qilib minib ketavergan. Eshikning chekkalari chiqib ketgan, mana joylari chiqib ketib qolgan. O chekkasida palasasi bo'ladi, o'z kobaltlar. Xuddi shunaqa joylari ham chiqib ketib qolgan. Endi o'zini Abdurashid akamizga olib keldik, akamiz chiroyli qilib yog'iga qo'shib mehrni ham chaplayapti mana shu eshikka. Kobaltda o'zini zavod kalonkasi, bu kalonkani ahvolim qara qo'yiladi. Mana sizlarga. Mana. Endi qaranglar. Mana. Olib keling bu yerga. Bu yoqlari bir qo'l. Mana. O'rni aytadi. Kanalga obuna bo'lish, like bosib esdan chiqmasin. Abdurashid akamga bemalol qo'yaverasizlar. Telefonlar 24 soat. Bir kun oldin yozdirib qo'yasizlar. Operator o'chiravering.